Qaytish yo'lda Krux yo'l bo'yi shahar-shaharlarni kuzatish orqali qanday qilganda akuf ishkaylarni qoyil qilgan bo'lganligini o'ylashdi. Bu ishga akufga tamoqning sufatidan andish qilayotgan bo'lsa, demak, ularga pulning gapini oz qilib, g'oya to'g'risida parang qilish bekmi muvofiq edi. U yana bu akuf ishkaylarni izlab kelib, hayajon iligida bir qitimliq leksiyasini boshlaydi. Har bir shaharning o'ziga xos to'tini bor bo'lib, biz chuqum tirishib, maydonlovni bir simvolga aylantirish kerak. Amerikaning xos bir madaniyatiga o'zgartirishimiz kerak deb o'tirib qo'ydi. Akuf ishkaylarning Kruxning bu leksiyasidan ta'sirlanib Kruxning talabiga qo'shildi. Lekin har qanday oshxonaga bo'lgan o'zgartishga cho'qim bizning ma'qulligimizni elish kerak deb oldingi shart qildi. Muvaffaqiyatli oldi to'xtamni imzolagan Krux amaliyotda eng chong masala, ya'ni pulning masalasiga duch keldi. Mablag' soluvchi va bankirlarning hammasi Kruxni bir mag'lub bo'lgan savdogar deb qarashga, uningga qarz pul berishni xohlamaydi. Amalsiz qolgan Krux ayoldan yoshirin o'zining uyini ko'yriga qo'yish orqali pulning masalasini hal qildi. Hisobda bu ko'p qitim sodsiz yurishmagan bu oxiri umrini do'g'ri tikkan edi. U oshxonasining qurilish boshlaydigan o'rniga kelib, bu qitim cho'qim qila olishim kerak deb o'z-o'ziga madad berdi. Kruxning hamburg dukkani o'ngishli qoldi tijorat boshlagan edi. U dukkanning har bir inchik nuqtalarini ko'zdan qochirmay, astoydillik bilan boshqarish orqali xaridorlar ko'paydi. Hamda mushu bir dukkandilla xo'jayini bo'lib, cheklanib qolmasligi uchun dukkanni ko'paytmoqchi bo'ladi. Biroq uning ayoli uning bundoq muvaffaqiyatga bo'lgan talpinishini to'g'ri tushunmaydi. Har qitim bu ish to'g'riliq Kruxga so'q muomalada bo'ladi. Krux ayolini puldarlarning yig'ilishiga olib kelib, ko'nglini yechib qo'ymoqchi bo'ladi. Lekin Kruxning bu yerga kelishda boshqacha bir maqsadi bor edi. U o'zining gapdonligidan baylanib, nurg'unlagan baylarni o'zining oshxonasining tarmog'ini yechishga mablag' soldirdi. Ammo uzun o'tmay bu plani aks ta'sir berdi. Chunki baylar pul tepish bilan bo'lib ketib, sifat va boshqarishni bir chetga qarib qo'ygan edi. Tamoqning sifati o'lchamga to'shmaydi. Bundoq davomlashaversa, maydonlovning marka inovati yo'q bo'ladi. Shuning bilan Krux bu baylar bilan bo'lgan to'xtamni bekor qilib, hamkorlikni to'xtatmoqchi bo'ldi. U ishga besh qatgan Krux ma'lum bir kuni bir yosh bolaning oilasini beqish uchun uyma-uy kirib, mahsulot tunishtirib setayotganligini ko'rib qoldi. Krux bu ishdan qattiq o'yga tushib qoldi. Asli tarmoq dukkan ichishga mos keladigan kishilar, dal mushundoq turmush uchun tirishayotgan normal kishilar edi. Mana mushundoq kishilarga haqiqiy ko'ngil qo'yib berishni yaxshi qila oladi. Shuningdan boshlab Krux normal qatlamdagi odamlarning so'riniga qatnashish orqali maxsus turmush uchun jon kuydirayotganlarni izlab tepib, ularni hamkorlashib oshxona ichishga ma'qul keltirdi. Mana bu oddiy odamlar texim ko'plagan oddiy odamlar uchun mulozimat qilib, maydonlov madaniyatini haqiqiy kishilar orasiga ilib kirgan edi. Krux har qaysi ishtat ulkilarga berib, leksiya so'zlash orqali nurg'unlagan tarmoq dukkanlarni ichib oldi. Ammo keyindilla yangi masala uni kutib turibdi. Shirkatning oylanma mablag'idan koshili ko'rildi. Kruxning kirimi tarmoq dukkanlarning chiqimini ko'tarib qolmasdan har oyda bank qarzini to'lashga yetmayotgan edi. Shuning bilan Krux maydonlov akufkaning to'xtamini qisman o'zgartib, o'ziga foydani jiqroq bo'lib berishini talab qildi. Ammo akufkalar uning bu talabini rad qildi. Qarz so'ylash telefoni Kruxga to'xtamay kelishga boshlaganda, ayoli ondan Kruxning uyini raniga qo'yganligini bilib qoldi. Hamda uning bilan qattiq taqallashib ketdi. Kruxning ish qaytishga boshladi. U bankaga berib, o'zining 13 dukkan borligini qarz vaqtini kechiktirib berishini o'tindi. Ammo bank Kruxning talabini rad qilib, bu dukkanlar shu dukkan ochquchi vakolatchilarga tava bo'lib, hech qaysining egilik huquqi Kruxga tava emas ekanligini, muqim mulk bo'lmasa raniga qo'ygan bo'lmaydiganligini